Assalomu alaykum. Bugun 1-mart 1-smenaga tushgan 27-misolda ajoyib yechim qilamiz. Demak, A, B, C uchburchak berilgan, B da kesma o'tkazilgan va A, B, D ga ichki aylana chizilgan, B, D, C ga ham ichki aylana chizilgan. A, B bilan B, C teng, ya'ni teng yonli uchburchak. A da 6 ga teng, D, C 14 ga teng. Bundan foydalanib bizga N da uzunligini toping. Ya'ni B da kesmada N nuqtada va M nuqtada urilgan aylanalarning orasidagi masofa. O'sha MN da topishimiz kerak. Buni qanaqa qilamiz? Buni demak aylanalarga urilish nuqtalarida shu uchburchak uchigacha bo'lgan masofa tengligidan foydalanamiz. Masalan, mana bu joyda x desak, bu ham x bo'ladi. Demak, x bo'ladi. Demak, bu yerda biz 6 minus x deymiz, chunki mana uzunlik 6 ga teng. Shundan bu ham 6 minus x bo'ladi. Endi uzunligi. Endi bu yerda y desak, biz shunda y desak, y ni topishimiz kerak. Demak, bu yer esa mana bu joy, bu 6 plus y minus x bo'lishi keladi. Demak, bu yog'i esa qanaqa bo'ladi? Bu yog'i 8 plus x minus y ko'rinishi keladi. Bu ham shunday 8 plus x minus y ko'rinishi keladi. Demak, endi bizda mana tomoni teng edi. Tomonni a deb olsak, mana a minus x bo'ladi. Masalan, mana a deb qo'yaylik. Mana a minus x bo'ladi. A minus x bilan mana bu ikkalasi bir-biriga teng edi. Endi bu yer esa bizda nima bo'ladi shunda? Bu yer ham a bo'lgandan keyin mana bu a minusdan y plusdan y minus x minus 8 degan kesma bo'ladi. Chunki mana ikkalasini qo'shib bersak, a ni berish kerak, y ga qisqaradi, x ga qisqaradi, 8 ga qisqaradi. Demak, bu yer bilan bu yer bn teng bo'ladi. Demak, ikkalasi teng bo'ladi. Shunda bu yerda mana bunaqa deb olsak bo'ladi. A minus y minus x minus 8. Demak, teng bo'ladi. Demak, a minus x bilan mana deb olsak bo'ladi. A minus x bilan teng bo'lar ekan mana bu uzunlik. Demak, bu yer y plus a plus y minus x minus 8. Demak, minus x lar qisqarib ketadi, a lar qisqarib ketadi. 2y teng bo'lar ekan 8 ga y 4. Demak, mnimiz 4 ga teng ekan.